Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men siz bilan shoshilinch, lekin ayni paytda juda muhim bir masalada suhbatlashmoqchiman. Bu ma'lumot aytishim mumkinki, mamlakatimizdagi har bir nafaqaxo'rga bevosita tegishli. Uni diqqat bilan tinglashingizni va bironta ham tafsilotni o'tkazib yubormasligingizni qattiq tavsiya qilaman. Chunki gap sizning kelajagingiz, farovonligingiz va to'g'ri hisoblangan nafaqangiz haqida ketmoqda. Shunday ekan buni eshiting. To'ndi Dutshafat yil ibn Maydan boshlab nafaqa tizimida jiddiy o'zgarishlar kuchga kiradi va bu o'zgarishlar ko'pchilik uchun kutilmagan yomon xabar bo'lishi mumkin. Lekin savotir olmang, bizning maqsadimiz sizni ogohlantirish va shu yomon xabarning salbiy oqibatlaridan himoya qilish uchun nima qilish kerakligini tushuntirishdir. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu video imkon qadar ko'proq odamga yetib borishi juda muhim. Asosiy muammo avval qanday edi va endi nima o'zgaradi. Keling avvalgi tizim qanday ishlaganiga qisqacha to'xtalib o'taylik. An'anaviy tarzda nafaqa tayinlash va qayta hisoblash jarayonlari asosan qog'oz hujjatlar asosida amalga oshirilar edi. Ish stajingizni tasdiqlovchi mehnat daftarchalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, arxivlardan olingan hujjatlar, bularning barchasi jismoniy tarzda taqdim etilar, ko'pincha qo'lda tekshirilar edi. Nafaqa fondi xodimlari har bir hujjatni ko'zdan kechirib, uning haqiqiyligini tasdiqlab, ma'lumotlarni elektron bazaga kiritishar edi. Bu jarayon nisbatan sekin, ba'zan bürokratik va inson omiliga bog'liq edi. Agar sizning hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, barcha ma'lumotlar aniq ko'rsatilgan bo'lsa, hech qanday muammo yuzaga kelmas edi. Ammo ko'pincha eski mehnat daftarchalaridagi yozuvlar tushunarsiz, ayrim ma'lumotlar yo'qolgan yoki umuman ba'zi davrlardagi ish staji rasman qayd etilmagan bo'lishi mumkin edi. Bunday holatlarda nafaqa tayinlashda muammolar yuzaga kelardi, ammo tegishli idoralarga murojaat qilish orqali, masalan, sud orqali yoki maxsus komissiyalar yordamida bu masalalarni hal qilish imkoniyati mavjud edi. Asosiysi, mavjud bo'lgan har qanday hujjat, guvohlik yoki arxiv ma'lumoti nafaqa miqdorini aniqlashda hisobga olinar edi. Endi esa 2020 maydan boshlab joriy etiladigan yangi tartibga e'tibor qaratamiz. Bu sana nafaqa tizimida tub o'zgarishlarning boshlanish nuqtasi bo'ladi. Hukumat nafaqa tizimini to'liq raqamlashtirishni va uning shaffofligini oshirishni maqsad qilgan yangi qoidalar bo'yicha nafaqa hisoblash va to'lash faqatgina elektron baza ma'lumotlari asosida amalga oshiriladi. Ya'ni sizning ish stajingiz, daromadlaringiz va barcha ijtimoiy ajratmalaringiz haqidagi ma'lumotlar faqatgina yagona elektron reyestrdan olinadi. Agar sizning ma'lumotlaringiz ushbu raqamli bazada to'liq aks etmagan bo'lsa, satoliklarga ega bo'lsa yoki umuman mavjud bo'lmasa, sizning nafaqangizni hisoblashda jiddiy muammolar yuzaga kelishi mumkin. Eng yomoni, sizning mehnat stajingizning bir qismi umuman hisobga olinmasligi yoki nafaqangiz to'lovlari vaqtincha to'xtatilishi xavfi mavjud. Bu ayniqsa uzoq yillar davomida ish staji qayd etilmagan, norasmiy ishlagan yoki hujjatlari tartibsiz bo'lgan keksa avlod vakillari uchun eng katta xavfni anglatadi. Endi qog'oz hujjatlarning oddiy taqdimoti yetarli bo'lmaydi. Barcha ma'lumotlar elektron tarzda tasdiqlangan bo'lishi shart. Bu o'z navbatida nafaqaning tayinlanishi, qayta hisoblanishi va har yili amalga oshiriladigan indeksatsiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Raqamlashdan o'tmagan stajlar, satolar bilan kiritilgan ma'lumotlar avtomatik tarzda hisobdan chiqarilishi mumkin. Asosiy qism bat, nimalarni bilish kerak, kim savotirga tushishi kerak va kimning savotirlanishiga hujjat yo'q. Keling, ushbu yangi tizimning batafsil tafsilotlariga to'xtalib o'tamiz va kimning ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerakligini aniqlaymiz. Bu yangilik asosan uchta asosiy nuqtaga qaratilgan. Mehnat stajini raqamlashtirish, ijtimoiy ajratmalarning to'liqligini tekshirish va ma'lumotlar bazalarining o'zaro integratsiyasi. Kimlar savotirga tushishi kerak? Birinchidan va bu eng muhimi, o'zining mehnat daftarchasi yoki ish staji to'g'risidagi boshqa hujjatlari notartib bo'lganlar. Ya'ni bir necha ksil joyda ishlagan va ularning staji bir joydan ikkinchi joyga o'tishda rasmiylashtirilmaganlar. Masalan, Olima opa. U 1970 yillarda Pakiston dalalarida kolxozda ishlagan, keyin shaharga kelib tikuvchilik seksida faoliyat yuritgan, so'ngra yana qishloqqa qaytib mahalliy maktabda farrosh bo'lib ishlagan. Uning mehnat daftarchasida yozuvlar tushunarsiz. Ba'zi davrlar uchun umuman yozuv yo'q. Masalan, 1985 yildan 1990 yilgacha ishlagan tikuvchilik seksidagi faoliyati uning mehnat daftarchasiga to'liq kiritilmagan.
Seks rahbari yozuvni to'liq qoldirmagan, hujjatlar esa keyinchalik yo'q qolib ketgan. Agar olima opa hozir harakat qilmasa, 2026 yil 6 maydan keyin uning 5 yillik staji elektron bazada aks etmaydi va bu uning nafaqa miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi. Aytaylik, bu 5 yil uning nafaqasini oyiga 150 bin so'mga ko'paytirishi kerak edi. Ammo agar bu staj hisobga olinmasa, u har oyda shu miqdordan mahrum bo'ladi. Ikkinchidan, o'z vaqtida ijtimoiy ajratmalar to'liq yoki umuman to'lanmagan davrlar mavjud bo'lganlar, ko'plab kichik korxonalar yoki individual tadbirkorlar iqtisodiy arariga nafaqa fondiga to'lanadigan to'lovlarni o'z vaqtida va to'liq to'lamagan holatlari kuzatilgan. Masalan, Akmal aka 1990 yillar oksirida kichik bir firmada haydovchi bo'lib ishlagan. Uning ish haqi konvertda berilgan va nafaqa fondiga ajratmalar to'lanmagan. Uning mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin elektron bazada uning nomidan hech qanday ajratmalar qayd etilmagan. Hozirgi kunga qadar bu kamchilikni qandaydir yo'l bilan to'g'irlash mumkin edi. Masalan, guvohlarning ko'rsatmalari orqali. Ammo yangi tizimda faqat rasmiy to'lovlar hisobga olinadi. Agar Akmal aka buni tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, bank to'lov qog'ozlari yoki sud qarori topa olmasa, uning shu davrdagi staji uchun hech qanday ball yoki ajratma hisobga olinmaydi. Bu esa uning nafaqa miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Uning nafaqasi aytaylik 400 so'mga kamayishi mumkin. Uchinchidan, o'zining shaxsiy ma'lumotlarida familiya, ism, ota ismi, tug'ilgan sana, turli hujjatlarda nomuvofiqliklar mavjud bo'lganlar. Ba'zan hujjatlarda satoliklar tufayli bir kishi haqidagi ma'lumotlar turli nomlar ostida qayd etilgan bo'lishi mumkin. Masalan, Gulnora opaning pasportida familiyasi Ahmedova deb yozilgan bo'lsa, mehnat daftarchasida Ahmetova deb yozilgan yoki otasining ismi qisqartma shaklda ko'rsatilgan. Bu kabi kichik ammo muhim tafovutlar elektron bazada sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni to'g'ri bog'lashda jiddiy to'siq bo'lishi mumkin. Natijada sizning ish stajingizning bir qismi boshqa shaxsga tegishli deb topilishi yoki umuman aniqlanmasdan qolishi mumkin. Agar bu satolik itfini rivoyatlar yil 6 maygacha to'g'irlanmasa, Gulnora opaning nafaqasi hisoblanishida kechikishlar yoki miqdorida kamayishlar yuzaga kelishi mumkin. Kimlarning savotirlanishiga hojat yo'q. Yangiliklardan savotirlanishi shart bo'lmaganlar ham bor. Bular asosan so'nggi 10 yil ichida faqat rasmiy ravishda, ya'ni shartnoma asosida ishlagan va barcha ijtimoiy jasb qo'nqona lira avatilevishda amalga oshirilgan fuqarolar, ayniqsa davlat tashkilotlarida uzluksiz mehnat qilganlar, yer korxonalarida ishlaganlar, ularning ma'lumotlari odatda elektron bazalarga to'liq va aniq kiritilgan bo'ladi. Ya'ni agar sizning ishingizning barcha davrlari davlat organlari, masalan, davlat xizmatlari agentligi, bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining elektron tizimlarida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa va sizning shaxsiy hisobingizga barcha to'lovlar o'z vaqtida tushgan bo'lsa, sizning nafaqangiz bilan bog'liq muammolar yuzaga kelishi ehtimoli juda kam. Shuningdek, nafaqaga yaqinda chiqqanlar va ularning hujjatlari to'liq raqamlashtirilgan bo'lsa ham savotirlanishga hojat yo'q. Masalan, Dilorom opaning barcha ish staji 2005 yildan keyin bo'lgan va u faqat katta zavodda ishlagan. Uning barcha ma'lumotlari elektron tarzda ro'yxatga olingan. Dilorom opaga bu o'zgarishlardan hech qanday salbiy ta'sir bo'lmaydi. Uning nafaqasi avtomatik ravishda yangi tizim orqali hisoblanib, unga tegishli miqdorda to'lab boriladi. Asosiy qism qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va oshkor bo'lmagan nozikliklar yangi tizimning faqatgina qat'iy qoidalardan iborat deb o'ylashni to'g'ri bo'ladi. Unda ma'lum istisnolar va qaltis jihatlar ham mavjud bo'lib, ularni bilish sizga yordam berishi mumkin. Shuningdek, ko'pchilik bilmagan nozikliklar ham bor. Istisnolar ba'zi bir toifadagi fuqarolar uchun ma'lum istisnolar ko'zda tutilgan. Masalan, urush qatnashchilari, nogironligi bo'lgan shaxslar, Chernobil AESdagi avariya oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlar kabi imtiyozli toifadagi nafaqatxo'rlar uchun eski qoidalarning ba'zi elementlari saqlanib qolishi mumkin. Ularning nafaqalari hisobida qog'oz hujjatlarning ahamiyati butunlay yo'qolmasligi mumkin. Ammo bu borada ham barcha ma'lumotlarni elektron bazaga kiritishga intilish kuzatiladi. Shuning uchun bu toifadagi fuqarolar ham o'z hujjatlarini tartibga solishlari va ularni raqamlashtirishni talab qilishlari muhimdir. Yana bir istisno hozirda sud orqali ish stajini tasdiqlash jarayonida bo'lganlar uchun.
Agar sizning ishingiz sud tomonidan ko'rib chiqilayotgan bo'lsa va sud qarori 901 yil sakmaygacha chiqarilsa, bu qaror elektron bazaga kiritiladi va sizning stajingiz to'liq hisobga olinadi. Biroq sud jarayoni ushbu sanadan keyinga cho'zilsa, yangi qoidalar amal qilishi va qo'shimcha qiyinchiliklar tugilishi ehtimoli bor. Qaltis jihatlar, eng katta qaltis jihatlardan biri bu ma'lumotlar bazalarining tarqoqligidir. Hozirda Davlat soliq qo'mitasi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, nafaqa jamg'armasi va boshqa idoralarda siz haqingizdagi ma'lumotlar qisman yoki to'liq saqlanadi. Yangi tizim ularning barchasini yagona elektron platformaga birlashtirishni nazarda tutadi. Biroq bu jarayon teknik jihatdan murakkab va unda ma'lumotlar uzatishda qisatolar yoki nomuvofiqliklar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, bir idoradagi ma'lumotlar ikkinchisiga to'liq o'tkazilmagan bo'lishi ehtimoli bor. Bu degani sizning bir idorada tasdiqlangan stajingiz boshqa idoraning elektron bazasida aks etmasligi mumkin. Bu esa o'z navbatida nafaqangizni hisoblashda kechikishlarga yoki kamaytirishlarga olib kelishi mumkin. Bunday holatda sizning faol ishtirokingiz va hujjatlarni shaxsan tekshirishingiz juda muhimdir. Oshkor bo'lmagan nozikliklar. Boçita modde pambagendim tonemandim bırakılmazında ya da ki modernno. Bu dende da manatpat tabadittet arşiv malumatlarının ahamiyeti batafakkaban bu. Diyanam zemması da açı denlendi onadım. Hozircha aksariyat eski arşiv hujjatları rakamlaştırılmagan. Agar sizning ish stajingiz aynan shu arşivlarda saqlanadigan ma'lumotlar bilan bog'liq bo'lsa, siz ularni oldindan so'rab olishingiz va elektron bazaga kiritilishini ta'minlashingiz kerak. Aks holda arşivda turgan minglab hujjatlar ko'rinmas bo'lib qolishi mumkin. Ittu individual tadbirkorlarga ta'siri. Individual tadbirkorlar uchun o'z stajlarini tasdiqlashda ko'pincha muammolar yuzaga keladi. Yangi tizim ulardan barcha soliqlarni va ijtimoiy ajratmalarni o'z vaqtida to'laganliklarini tasdiqlovchi elektron ma'lumotlarni talab qiladi. Agar siz individual tadbirkor bo'lgan bo'lsangiz va qandaydir sabablarga ko'ra to'lovlar o'tkazilmagan bo'lsa, sizning shu davrdagi stajingiz hisobga olinmasligi mumkin. Bu vaziyatda soliq organlaridan kerakli ma'lumotlarni to'plash va ularni nafaqa fondining elektron bazasiga kiritish uchun harakat qilish shart. 3. Kechiktirilgan murojaatning oqibatlari. Agar siz 2026 yil 6 maydan keyin murojaat qilsangiz, elektron bazada ma'lumotlaringiz to'liq bo'lmasa, nafaqa tayinlash yoki qayta hisoblash jarayoni sezilarli darajada murakkablashadi va uzoq vaqt talab qilishi mumkin. Hatto sizga vaqtincha nafaqa to'lanmay qolish xavfi ham mavjud. Bu nafaqat moliyaviy muammo, balki ruhiy tushkunlikni ham keltirib chiqarishi mumkin. Amaliy maslahatlar: tomoshabin nima qilishi kerak? Savotirlanishga hojat yo'q, lekin harakat qilish kerak. Quyida sizga aniq qadam-baqadam ko'rsatmalar beraman. Bularni diqqat bilan yozib oling va amal qiling. Birinchi qadam: shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Eng avvalo o'zingizning pasportingizdagi familiya, ism, ota ismi, tug'ilgan sana ma'lumotlari bilan mehnat daftarchangizdagi va boshqa barcha hujjatlaringizdagi ma'lumotlarni taqqoslang. Agar biror joyda nomuvofiqlik bo'lsa, darhol ID karta beruvchi organga, ichki ishlar bo'limiga murojaat qilib, ularni to'g'irlash uchun ariza yozing. Bu ayniqsa turmushga chiqqan ayollar uchun muhim, chunki familiyasini o'zgartirganda eski hujjatlarda turli xil yozuvlar qolib ketgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam: mehnat stajingizni tekshiring va hujjatlaringizni to'plang. Davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilib yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida my.gov.uz shaxsiy kabinetingizga kirib, o'zingizning elektron mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlarni tekshiring. Bu sizning elektron baza ma'lumotlaringiz hisoblanadi. Agar unda barcha ish joylaringiz, muddatlari va lavozimlaringiz to'liq aks etgan bo'lsa, juda yaxshi. Agar aks etmagan bo'lsa, quyidagilarni qiling. O'tanda barcha eski mehnat daftarchalaringizni toping, ularni diqqat bilan o'rganing. Yozuvlar aniq ekanligiga, sana va muhrlar borligiga ishonch hosil qiling. 2. Ish joyingizdan ma'lumotnomalar oling. Chandi tutimi tama bazab tama madash tajinda njana sama njanja tizanda mamata. Agar ba'zi ish joylaringiz elektron bazada aks etmagan bo'lsa, o'sha korxona yoki tashkilotning kadrlar bo'limiga yoki uning huquqiy vorisiga murojaat qilib, ish stajingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma talab qiling. Ma'lumotnomada ish boshlagan va tugatgan sanalar, lavozim va ish haqi aniq ko'rsatilishi shart. 3. Arxiv ma'lumotlarini oling. Agar korxona tugatilgan bo'lsa yoki hujjatlaringiz arxivga topshirilgan bo'lsa, tuman, shahar davlat arxiviga murojaat qiling. U yerdan tegishli ma'lumotnomalarni oling. 4.
ijtimoiy ajratmalar to'g'risidagi ma'lumotlarni so'rang. Yasalti agar siz shaxsiy tadbirkor bo'lgan bo'lsangiz yoki kichik firmada ishlagan bo'lsangiz, Davlat soliq qo'mitasi DSQ yoki ijtimoiy ajratmalarni to'plagan tegishli organga murojaat qilib, to'lovlar haqida ma'lumotnoma oling. Bu sizning ajratmalaringiz haqiqatda to'langanini tasdiqlaydi. 3-qadam. Nafaqa fondiga murojaat qiling. Barcha hujjatlarni yig'ib bo'lganingizdan so'ng, ularni o'zingizning yashash joyingizdagi mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limining nafaqa fondi sektoriga yökönetici de oppa okukip de dente tabap blani alatadatta alati eşdi sat iştidim tamat de odlala azarib alimakasiga chetataliva tayt solib boring. U yerdagi mutaxassislarga vaziyatni tushuntiring va ulardan sizning ma'lumotlaringizni elektron bazaga kiritishni, raqamlashtirishni so'rang. Ular har bir hujjatni ko'rib chiqib, ularning haqiqiyligini tekshirib, ma'lumotlarni yagona reyestrga kiritishlari shart. Bu jarayonni davom ettirishlar yil salamaygacha yakunlashga harakat qiling. Murojaat qilganingizda o'zingiz bilan pasport, mehnat daftarchasi, asli va nusxasi, ish stajini tasdiqlovchi barcha ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari, diplomlar va boshqa ta'lim hujjatlari, agar ular stajga ta'sir qilsa, nikoh guvohnomasi, agar familiya o'zgargan bo'lsa, va tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, agar ota-ona ma'lumotlarida satolik bo'lsa, kabi hujjatlarni olib borishingiz kerak. 4-qadam, jarayonni kuzating. Hujjatlaringizni topshirganingizdan so'ng ishning holatini kuzatib boring. Ba'zan elektron tizimga ma'lumotlar kechikib kiritilishi yoki satoliklar bilan kiritilishi mumkin. Ma'lumotlaringizning to'liq va to'g'ri kiritilganiga ishonch hosil qilish uchun bir necha haftadan so'ng yana davlat xizmatlari markazlari orqali elektron mehnat daftarchangizni tekshirib ko'ring. Agar satoliklar topsangiz, darhol qayta murojaat qiling. 5-qadam. Agar ish sudga borsa, agar barcha harakatlaringizga qaramay, ba'zi ish staji davrlaringizni tasdiqlashda qiyinchiliklar yuzaga kelsa, masalan, korksona tugatilgan, arxiv ma'lumotlari yo'q qolgan, siz sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. Sud orqali ish stajini tasdiqlash uchun da'vo arizasi kiritishingiz mumkin. Bu holatda sizga advokat yordami kerak bo'lishi mumkin. Sud qarori ham elektron bazaga kiritilishi lozim. Shulosa va yakuniy chorlov. Shulosa kelib aytganda, aziz nafaqa shorlar, 2026 yil 20 maydan boshlab kuchga kiradigan yangi nafaqa qoidalari jiddiy o'zgarishlarni olib keladi. Bu o'zgarishlar nafaqa hisoblash jarayonini to'liq raqamlashtirishga qaratilgan bo'lib, kelajakda nafaqa olishda shaffoflikni ta'minlaydi. Biroq shu bilan birga ma'lumotlari tartibsiz bo'lganlar yoki hujjatlari to'liq bo'lmaganlar uchun muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Bugungi videodagi maslahatlarga amal qilib, siz o'zingizni bu yomon xabarning salbiy oqibatlaridan himoya qilishingiz mumkin. Hali vaqt bor, lekin u tez o'tadi. Shuning uchun hozirroq harakatni boshlang. Sizningcha bu yangi tizim qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Sizda qanday savollar yoki xavotirlar bor? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero bizning maqsadimiz sizni ogohlantirish va sizga yordam berishdir. E'tiboringiz uchun rahmat va salomat bo'ling.